Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar charchamayapsizlarmi? O'tgan hafta sizlar bilan bozorni birgalikda analiz qilgandik va o'z fikrlarimni aytgan edim. Bu qanchalik o'xshagan yoki o'xshamaganligini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz va qolaversa bundan keyingi hafta kelayotgan haftamizda bozorda nimalar kutayotganligim haqida sizlar bilan gaplashamiz. Okey. Kerak emas narsalarni o'chirib tashlaymiz, chunki biz uchun endi bu narsalar kerak emas. Xo'p, o'zi bittimda ko'radigan bo'lsak, mana oldingi hafta sizlarga analiz berganimda nimani ko'rdik? Vot, mana mamutdan buy harakati ko'rishimmi yoki favqulodda vaziyat bo'ladigan bo'lsa, mana bu undan oldingi hafta bergan analizim aktualligi haqida aytgan edim. Va mana bu harakatimiz bizani mana shu nuqtamizgacha 4595 gacha idealni yurib bergan. Buni ko'ramiz. Bu yerdan necha pipli harakatligini bitta bundoq ko'rishimiz uchun ko'rasizlar. 2500 pipli harakat bo'pti. 4340 dan 4595 gacha. Даже undan ham ko'proq. Prosta men o'zim belgilagan chiqish nuqtasigacha hisoblayapman. Endi kelinglar, bundan buyog'iga haftani qanaqa ko'ramiz va nimalar kutyapman men o'zim bu narsa haqida gaplashamiz. Bu analizimizni o'chiramiz. Va bu orada shu narsani aytib ketay, bu narsalar hech qanaqa taxminlagan emas, asosan narxi meni o'zim o'qishimga qaratilib shunaqa analizlar berilyapti. Buni ishlashini, qanaqa ishlayotganligini yoki ishlamayotganligini YouTube'dagi boshqa o'sha haftalik analiz videolarimga qarab o'zingizlar baho beringlar. Endi bunda haftalik time frame'ga o'tib qaraylik, qani nima gap, nima so'z. Narx idealniy tarzda bayga qarab intilyapti. Buni ko'ramiz, chunki demakki tepada kerakli likvidlik bor. O'sha likvidlikka qarab o'vyapti. Xo'p. Menimcha mana shu maksimumdagi likvidlar bozorga qiziq. 4891 narxdagi likvidlar bozorga qiziq deb o'ylayman. Buni unda oylik time frame'ga o'tib qarasak ham ko'rsak bo'lar ekan. Qalik kunlik time frame'da ham yana bir idealni ko'raylik. Oylik mana shu maksimum ham men uchun aktualni qiziq bo'lib turibdi. Aktualni qiziq, ya'ni chunki shunga qarab narx intilayotganligini biz bu yoqdan ko'rishimiz mumkin. Bu hafta odatda range bo'lish ehtimoli baland. Range bo'lish mumkin bozor. Shunaqa fikrimiz bor. Nimaga deganda? Chunki mana bu hafta va oxirgi 3 haftani hisoblaydigan bo'lsak, mana oxirgi 3 haftani ko'radigan bo'lsak, bu yerda faqat impulsning harakatlar tepaga qarab intilayotganligini ko'ramiz. Endi men o'ylaymanki, mana shu haftalik candle'lar ichida range harakati kuzatilishi kerak. Chunki kuchli impulsdan keyin baribir bitta bir range harakati sodir bo'ladi. Bozorda range bo'lish ehtimoli bor dedim. Bu hafta range bo'lish ehtimoli bor. Bu ehtimol balkim dalchi davom etib ketishi mumkin, lekin men o'zim nima ko'rayotganimda kelinglar sizlar bilan birgalikda ozgina gaplashamiz. Narx agarda srazi bay ketadigan bo'lsa, men bunaqa harakat kutaman men. Tepaga mana shunaqa harakat kutaman. Nima uchun ikkita nuqtani belgiladim? Chunki mashtiga qarab narx intilayotganligi uchun aynan mana shu nuqtalarimiz mana chiqish nuqtalarim bo'ladi. Ya'ni 4773, 4891 zonalari agar dalchi bay ketadigan bo'lsa, mana chiqish nuqtalarim bo'ladi. Endi yana bitta variant bor. Bu birinchi variant aytdim sizlarga. Bu birinchi variantimizda buni mana uxlab qo'yamiz. Ikkinchi variantimda esa bozor mana bunaqa selga bitta tushishi. Vot. Selga tushib, keyin dalchi bayga harakat qilishi mumkin degan tushuncha. Ikkinchi harakatim mana. Ikkinchi variantim esa xuddi shunaqa sell. Ya'ni birinchi navbatda bir sell bo'lishi mumkin. Endi bu ham kichkina harakat emas. Globalni bay ko'rganim bilan bu mamutlik mana bunaqa bir sell harakati ham 2000 pipli, 1900 pipli harakatga to'g'ri keladi. O'shaning uchun bu hafta agar menga tasdiqlarim, meni ideyalarim mana shu sellni qo'llab-quvvatlasa, men albatta bu hafta sell ishlayman. Agarda hamma narsa men o'ylaganimdan ko'ra tezroq bo'ladigan bo'lib, men pastga tezroq tushsa, masalan, deylik, dushanba, seshanba kuni sellga tushdi, o'sha chorshanba, payshanba kuni yana o'sha tasdiqlarga asoslangan holatda globalniyroq, yanada maksimalniyroq o'z sessiyamga qarab tepaga
o'sha 3800 pipli harakatlar tepaga qarab harakatlanishni boshlayman. Xullas, ideya shunaqa, ikki xil ideya. Sirazi bayga chiqib yorib ketadigan bo'lsa, mana bunaqa bitta variantim bor. Agarda yo'q, bitta pastga tushishini menga struktura va boshqa narsalar ko'rsatadigan bo'lsa, albatta sal ishlayman. Xullas, shunaqa gap o'rtoqlar, haftalik analizimiz shunaqa va bu orada men sizlarga aytib o'tishim kerak. Bu hafta communityda bizning natijalarimiz qanaqa bo'ldi? Buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana vot. Bu haftalik community natijalarini bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bu bir haftalikni faqat qolman. Bu hafta dushanba kuni pip 1 ga 4 ishladik, chunki stop sal kattaroq edi. Seshanba kuni ham 130 pip ishladik va chorshanba kuni 150 pip bitta va 250 pip bitta. Mana 1 ga 12 error, 1 ga 7 error communityda ishlangan va payshanba kuni 1 ga 19 error 200 pip ishlaganmiz va juma kuni 200 pip 1 ga 11 va 100 pip 1 ga 3,5 ishlaganmiz. Okay. Bu community'dagi natijalar. Community'da aynan o'sha zonalar, likvidlar, chiqish nuqtalari o'zim entry qilayotganimda sirazi signallar berib borilgan. Bundan albatta community ham doim foydalanib boradi. Community'ga qo'shilaman deb yozayotganlar bor, lekin community qabuli yopiq. Ya'ni qanaqa yopiq? Oldin men community'da 4-5 kishini olib dars o'tardim va dars o'tganimdan keyin darsni o'zlashtirib 1 oyda darsi tugagandan keyin community'ga qo'shilardi. Chunki u yoqda realniy praktika jarayonlari ketadi, o'sha signal beriladi, o'shanda inson men nimadan kiryapman, nimaga signal beryapman buni tushunadi. Hozir esa o'sha community'da unaqa 4-5 kishi qilib olish yo'q, faqatgina menda individual mendan dars olganligini community'ga qo'shiladi. Shu narsani ham aytib ketay dedim. Xo'p, bu narsalar sizlar uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta videoga like bosinglar, Instagramga storyga qo'yinglar, o'xshagan natijalarni ko'ryapsizlar. Bundan oldingi haftalik natijalar bor. Deyarli bir 4 tacha video bor, haftalik analizlarni boshlaganim. Xullas, qo'llab-quvvatlanglar, qo'lingizdan kelgancha maksimalni men o'zim hobbim uchun, sizlarga foydali bo'lish uchun qilyapti. Charchamanglar, keyingi haftalik analizda sizlar bilan birgalikda yana video qarshisiga chiqaman. Bunaqa baqirib o'tib ketdi yonimdan. Chalib qoldim. Xo'p. Unda bolalar, charchamanglar. Xudo xolisa yana kelayotgan haftada mana shunaqa analiz bilan qanaqa o'xshagan, o'xshamaganligini birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Charchamanglar.